hech qanday tarozisiz masalliqlarni qoshiqda o'lchab tayyorlanishi shunaqa ham oson bo'lgan, juda ham mazali, jonon bo'lgan ruletni birga tayyorlaymiz. Idishga 5 ta tuxumni chaqib, 9 osh qoshiq shakarni solib, xuddi videodagidek baland, oppoq ko'pik bo'lgungacha 10 daqiqa mikserda ko'pirtirib olamiz. So'ngra 8 osh qoshiq sut solib, yana bitta mikserda aylantirib olamiz. Ortidan 3 osh qoshiq elangan kakao va 12 osh qoshiq to'la un solib, pastdan tepaga ko'tarib aralashtirib olamiz. Listga pergament qog'oz ustiga xamirimizni qo'yib, 180 gradusda qizib turgan duxovkaga 15 daqiqaga yuboramiz. Soatingizga qarab turing, juda ham tez tayyor bo'ladi. Pishib chiqishi bilan issiqligida formasini saqlash uchun mana shunday o'rab qo'yamiz. Bu orada kremini tayyorlab olamiz. 1 piyola, ya'ni 200 gram qaymoqqa yarim piyola quyultirilgan sut solib, krem holatiga kelgungacha ko'pirtirib olamiz. Sovigan biskvitlarimizni oralarini ochib, kremlarimizni bir tekisda surtib, ruletimizni asta-sekin o'rab olamiz. Ustini esa xohishingizga ko'ra xohlagan narsalar bilan yasab chiqishingiz mumkin. Men uyimda bor shokoladlardan foydalandim. Mazasiga keladigan bo'lsak, ishoning, Toshkentdagi eng zo'r kafelarda tayyorlanadigan shirinliklardan da zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.